Bugungi darsimiz o'quvchilari 20-yil trendlari. Albatta men bu darsimizni to'rt qator ajoyib satrlar bilan boshlamasam bo'lmaydi. Ko'k Jiguli. Kim ko'k Jiguli eslatadi sevgimizni, Jiguli. Qo'shni guli, qo'shni guli, qizg'onardi sendan meni o'sha guli. Albatta, shu jumladan shu paytda ota-bobolarimiz qalblarida qolgan Muhammad Ziyoning to'rt qatori esimga tushadi. Gaplashib o'tirsam mindi, termulib o'tirsam mindi, yonginangda oshig'ing bo'lib, yoyilib o'tirsam mindi. Albatta shu paytda yurtimiz san'at uchun yangi eshiklarni ochgan Ruxsora iyemning qatorlarini eslab o'tmasak bo'lmaydi. Giri-biji tashkilliyam. Katta bugun men shashlikliyam. Araba-baksakliyam, man tatliyam, Ruxsora iyem. Albatta o'quvchilar ko'z yoshlarini yig'ishtiring. Kerak emas. Keyingi darsimiz o'zbek kinosini Bollywood darajasiga olib chiqqan Qayumov A haqida bo'ladi.